Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlı kardeşler, Allah'ın salamı, mağfireti, bereket olsun. Kardeşler, çoğun günahlar dersimizi başlayımız. Bugünkü dersimiz 17. çoğun günah kibirlik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kibir, paxırlanish, cho'ngchilik qilish, tamanno qo'yish va ag'ovurlik qilish degan ma'nolarda keladi. Alloh taolo sura G'ofirning 27 oyatida mundaq deydi. Musa aytdi: "Men haqiqatan mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga sig'inib, hisob kuni, ya'ni qiyomat kuniga ishonmaydigan har bir mutakabbirning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman." Maşallah, davatqın mutakabbir degan kibirlik Hakavurlarning ziyonkashlik qilishidan panoh tilayman dedi. Yana sura Nahlning 23-oyatida Alloh taolo mundaq deydi: "Alloh takabburlik qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi." Haqiqatan do'st tutmaydi. Mana bu yerda kibirlikninki ig'ir gunohligi bayon qilinmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "Bir kishi kibirlik bilan mang'atdi. Allah onu yerga yutqizib etdi. O qiyomatgacha yer ostiga yutqiziladi." Birlik kelgan hadis. Zalim ve mutakabbirlar qiyomat kuni zarradek kichik hashr qilinadi. İnsanlar ularni dasaydi. Ularni her tarafdan xorliq o'rib oladi deydi. Mayli zalimlar ve shundoq kibirlik odamlar intayin kichik holatda qiyomat kuni so'roq maydoniga ipmay oldi. İnsanlarning hammasi ularni dasaydi, ular har tarafdan xorliq uchraydi deydi. İmam Tirmizi, İmam Ahmad Albani rivoyat qilgan sahih hadis. Salaf salihlardan biri Allah qarşı kılıngan birinci günah kibirliktir degan. Allah Teala bu haqda Sura Baqara'nın 34. ayetinde mundaq deydi: "Öz vaqtida farishtalarga Adamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. O kofirlardan bo'lib ketdi" dedi. Kimki xuddi iblis takabburlik qilgandek takabburlik qilsa, uning iymoni foyda bermaydi, kofir o'qitadi deydi. Mana bu yerda qarindoshlar, bu oyatda iblis, ya'ni shayton Allohni inkor qilmagan. Allohni inkor qilmagan. Faqat Allohning oldida kibrlik qilgan. Alloh qil deganni qilmagan. Qil deganni, ya'ni odamga sajda qil desa, butun farishtalar sajda qilsa, iblis u patqoqdan loydan yaralgan, men o'tdan yaralgan, men nima sajda qilaman deb sajda qilmagan. Shuning bilan kofir bo'lib, mangulik qiyomatda mangulik do'zaxga qoldigan hukmni Alloh bergan unga. Bu yerda bilib qo'yaylik. U hargiz Allohni inkor qilmagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrdeki şu kafirler Allah'ın inkar kılmagan. Ebu Cahil eşeddi bir kafir Allah'ın inkar kılmagan. Fakat Allah'ın ki peygamberini inkar kılgan. Bilip durup onun peygamberliğine, onun ekegen dininin ki hak dinliğini bilip durup inkar kılgan. Ama hazır bizim devrimiz intayin köp. Allah kıl deganni qilmaydigan. O qilmasin bo'laverdi. Ya qilmasin uni 50 yoshga 60 yoshga kirganda qilib olaman. Allah namoz o'qi, zakat ber deb Qur'onning nurg'un yerda ikkisini tang bayon qildi. Ammo o namozni men baqirganda o'qib olman. Hozir o'qimayman deb Allohning buyrug'iga itoat qilmaydi. Allohning buyrug'iga itoat qilmagan farishtalarning orasidagi iblis kofir bo'lib yer zaminga butun insonlar
bunun düşman bo'linglar deb buyruq degan buyruq bilan birga tushirilgan. Qiyomat kuni mangu do'zaxda qoladi, uning hukmi burun chiqarilib bo'lgan. Ammo biz hozirgi insonlar şu Allah Teala iblisga bergan hukmga o'xshash hukmga qilish girdovida qilyapmiz. Chunki Alloh buyurgan ishni qilmayapmiz. Lekin Alloh Teala buning hisobini qiyomatda olaman deb so'roq qo'yib qo'yg'ashqa, aql qo'yib qo'yg'ashqa u so'roqni. Hozir darhol bizga shu hukm kelmagashga biz chatag'imiz yo'q yuribmiz. Qo'rqaylik qarindoshlar, qiyomatdan qo'rqaylik. Alloh qil deganini qilaylik, qilma deganini ertiraylik. Bo'lmasa hukm aniq bo'lib qoladi. Bilim desa bir gapni sen mana qilmasang do'zax kirsan desa sen Allohmidan, sen payg'ambarmidan, sen hukm beramdan deydigan odam yomonjiq. Hukm bu yerda aniq misoli bilan bo'lyotdi. Misoli bilan Qur'onda bo'lyotdi. Yani misal keltirib turib hukm aniq bo'lyotdi. Qilib bu yerda bor. Odamlarga sajda qilinglar dedik. Öz vaqtida bütün farishtalarga, odamlarga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Demak, iblismi shu farishtalarning ichida, shayton shu farishtalarning ichidagi bir farishta. Farishtalarga hukm qildik deyapti. Ashuning ichidan iblis ayrilib chiqib, men sajda qilmayman deganligi uchun kafir bo'lib ketdi deb aniq bayon qiladi. Endi bu yerda demakchi o'g'li bir sajda qil degan gap. Bir sajda qilmayman dedi, kafir bo'ldi. Ammo Qur'onda nurg'un ishlarni bizga bandalarga Alloh taolo qil dedi, biz qilmayapmiz, qilmaymiz deymiz, mazoq qilamiz. Kulib ketganlar, dinni mazoq qilgan, Allohning dini, islom dinini Alloh men sizlarga tanlab berdim deganni, islom mandaq qilib, bu naynaqshib kulib mazoq qilganlar bor ekan. Qanday qilamiz qiyomat kuni? Qanday qilamiz qiyomat kuni? Allohdan qo'rqaylik qarindoshlar. Allohdan qo'rqaylik. İslam dini kelgan chaqda anim bormikan, manim bormikan deb naynaqshib ketganlar bor ekan. Voy, naynaqsa qiyomat kuni oz qilib qiyomat alomatlar ko'rilib ketib bordi qarindoshlar. Qanday naynaqshamiz? Beshimizda kunning nuri bir g'irish holatga tushdi deydi. Ashada vartaqshib mingimiz qaynayotgan chaqda yana bozg'an bilan yeb ketsak qanday qilamiz? Allohdan qo'rqaylik, Allohdan qo'rqaylik. Sen Allah'mıddan mening do'zax kirdigan, jannat kirdigan yo'llarimga hukm qiladigan deb cho'ngchilik qilmaylik, kibrlik qilmaylik qarindoshlar. Uni deguchi Alloh emas, payg'ambar emas. Uning vahiy kelmaydi, ammo Alloh bizga ma dastur Qur'onni men mukammal qilib sizlarga tushirib tamomlab berdim deb Alloh buyruq qilgan. Mukammal dastur, mukammal qilib Allohning so'zi. Buningda do'zax kirsan degan bo'lsa, uni ki bir inson o'qib, sen ma qilmishni qilding, do'zax kirib ketsa, kafir bo'lib ketsa, hozir tövbe qil desa, sen nima bilsan desak, tövbe qilmay, sen nima bilsan, sen Allohdan ma ishingni qil desak, hisob beramaymiz qiyomat kuni. O inson Qur'onni, Allohning gapini udul yetkazib qo'yadi. İnsanda hech qanday bir gunoh yo'q. Allohning gapini Allah bunda davat etmaydi. Mana tushib qilyapsan qarindoshim. Tövbe qilmasang qiyomat kuni ig'ir gunohga qolsan, do'zaxga kirib ketsan deb sana yordam beryapti. Bizga yordam beryapti. Uning yana nochilik qilib, yo'g'onchilik qilib, cho'nchilik qilib, sen meniki do'zaxga kirishimni, jannatga kirishimni sen belgilabding deydigan hech kimning haqqi yo'q qarindoshlar. Hech kimning haqqi yo'q. O inson bir yerdan chiqirib, bijirni qo'lab teppagan gap emas. Agar o shaxsiy ideyasini demagan bo'lsa, Qur'on va sahih hadisni degan bo'lsa, uningga sen mening menga hukm chiqargan nimetdan deydigan haqqimiz yo'q. Chunki u hukmni Allohning hukmini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasini deb qo'yadi xolos. Shuningga bu masalada qattiq diqqat qilmasak bo'lmaydi.
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: qalbida zarrachilik kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi. İmam Muslim, Abu Davud, İmam Tirmizi, İbn Majah ve İmam Ahmed'ler rivayet kılan İslam alemindeki meşhur hadis. Kalbide zerreçilik kibir boğan kişi cennet kirmeydi deydi. Çoğunçılık kısak olmaydı kardeşler. Çoğunçılık kısak olmaydı. Meyl cennet kirmesek desek, dinden çıkımız, kafir olumuz, ben Müslüman deyip özümüzden Müslümanlığı doğrusu dava kılmaydı. Doğrusu Müslümanların nere duraydı? Eğer ondak olmaydıken, Allah ve Allah'ın buyruğun buyrukları körsetmeler oturup çıkan çağda çoğunçılık kılmaydı. Elhamdülillah deyip günah kılgan olsak derhal küçük değillik bilen tövbe kılaydı. Allah Teala Sure Lokman'ın 18. ayetinde bundak deydi. Allah hakikaten hakavur özünü çoğun tutkuçularını dost tutmaydı. Meyada Allah Teala'nın ki dost tutmaydı Allah. Allah Teala dost tutmagan diken o Allah'ın düşmanı olup kaldı diyen gap. Şuna olay yani şu bardağıya cehennem olup kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis kudüsü de bundak diyen. Allah Teala uluğluk benim tam bilimdir. Yani iştimimdir dedi. Kibirlik benim tonumdur. Kim ki menden bu ikisini talaşsa onu cehennemge atıman dedi. İmam Müslim ve İbn Majah rivayet kılan sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak deydi. Cennet bilen dozak talışıp kaptı. Cennet bana nimişki aciz ve töven tabiqadaki insanlar kirdi depti. Dozak çünkü zalimler ve mutakabbirler bana ötküzüp verildi depti. Birlikke hadis. Birlikke hadis. Yani zalimler ve kibirlik mutakabbirler bana ötküzüp verildi depti. Dozak cennetke şunu depti. Allah Teala Sure Lokman'ın 18. ayetinde kişilerden mensitmeslik bilen yüz örmügen, zımında gadip mağmıgın, Allah hakikaten hakavur özün çoğun tutuşlarını dost tutmaydı deydi. Yukarıda biz bu ayetinin ki bir kısmını bayan kılgan, o toluqı Allah Teala bana müştak davet ediyor. Müştak davet ediyor. Kişilerden başkalarının mensitmeslik bilen yüz örmügen, başkalarının köz girmay, sen kimden onu bunu deyip onda kılmağın, başkalarını kembağalken, çapını eskiken, çapını jitikken, pulu yokken deyip mensitmeydiğen işlerini kılma, başkalarının aldığında gadip, özünü çoğun tutup, başkalarını başkalardan tatip çoğunçılık bilen mağma davet ediyor. Hakavurluk kılma davet ediyor. Şununla kardeşler özümüz zulüm kılıp koyuştan saklansak oldu. Seleme İbni Ekvey raziyallahu anhu bundak deydi. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında sol kolu bilen tamak yegen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 kolun bilen yegen dedi. O 10 kolun bilen yiyelmeymen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yiyelmegeysen dedi. Onu kibirliki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözüge kulak selişten toskan idi. Şundan keyin o 10 kolunu ağzıga ilip baranmaz bolup kaldı dedi. İmam Müslim, Darimi ve Ahmet rivayet kılan hadis. Kardeşler bizden bu sol kolu bilen tamak yediğin insanlar bu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 kolun bilen yemeymen de koyup özünün işini kılıverdikken Peygamber aleyhisselam onunla yiyelmegeysen deb dua qilibdi. 10 qo'lini og'ziga yaqin ekilanmaydigan holat kelib qolibdi. Shunga unda qarindoshlarga 10 qo'ling bilan ye desak, bizmi ko'rimiz, bizmi yo'liqtirdik. Yemayman deb qo'yib, "Ne bo'pti? O bo'yo sol qo'l qo'l emasmikan?" deydiganlar bor. Hadis bor, 10 qo'ling bilan ye degandan keyin 10 qo'li bilan yeyish kerak. Uningga yana bizmi uning buning deydigan o'shaq kelib ketmaydi.
Peygamber sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi: "Sizlarga do'zax ahlini aytib beraymi? Ular barliq qo'pol, bexil va mutakabbir kishilardir." deydi birlik kelgan hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu bundoq deydi: "Men Peygamber sallallohu alayhi vasallamning qandoq bir kishi minishida kibrli qilsa va o'zini boshqalardan ustun ko'rsa, Allohning huzuriga uning g'azabiga yo'liqqan holda bordi" deganligini anglagan edim. İmam Buxoriy, İmam Ahmad rivoyat qilgan hadis. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi: "Alloh taolo uch turli kishiga qiyomat kuni gap qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi va ularni gunohdan poklamaydi. Ular qattiq azobga mubtalo bo'ladi. Birinchisi kiyimini uzun kiyib, so'raldirib mang'an kishi. Ikkinchisi minnat qiladigan kishi. Uchinchisi melini yolg'on qasam bilan sotadigan kishi." İmam Muslim, Abu Davud, Nasai, Tirmizi, İmam Ahmad ve Darimi rivayet kılan sahih hadis. Demek, mana bu üç kişi Allah Teala kıyamet günü qaramaydigan, günahlarını paklamaydigan, ağır jazoga uchraydigan, azobga uchraydigan kishilar ekanligi bu yerda bayon qilinyapti. Kiyimni uzun kiyishdan mayli ishton yoki boshqa kiyimlar bo'lsin, o'shiqning ostigacha uzun kiyish ko'zda tutildi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda kiyimning o'shiqdan tuvanga sangilgan qismi do'zaxda bo'ladi degan. İmam Buxoriy, Ibn Majah, Nasai va Ahmad rivoyat qilgan hadis. Shuningga qarindoshlar ahli ilm o'limalarning ko'pinchisi ishtonni o'shiqning yuqorisida kiydi. Xitoy tajovuzchilarininki davlat bexatarlik xodimlarimi ko'chalardan eng burun insonlar qarindoshlarimizni tutgan chog'da ko'cha yurib o'shiqdan yuqori ishdan kelganlarni avval tutib ekan. O'sha xabarlar shohidlardan keldi. Demak, avval diniy olimlarimizni, ahli ilm o'limalarimizni tutdi degan gap. Bu yerdagi o'shiqni yuqori kelganning sababi bir matuluqni yoki bir kiyim-kechakka chiqinolmaganligini isbotlamaydi. Faqat bu yerda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qilganlik, ya'ni kiyimning o'shiqdan tövanga sangilgan qismi do'zaxda bo'ladi deganligiga amal qilganligi, o'shiqning tövan qismi agar shu ishdan kelganlik sababidan, kiyim kelganlik sababidan do'zaxda ko'ymasin degan asosda kelganligi bayon qilinadi. Shunga qarindoshlar, kibrlikdan saqlanaylik, cho'ngchilikdan saqlanaylik, ag'avrlikdan saqlanaylik, qiyomat kuni azobga qilishdan saqlanaylik. Barliq qarindoshlarga Alloh taolo darsimizni manfaatli qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.